nevrologiya kasalligi bo'yicha bir savol kelib tushgan. Onam 6 yil avval insult bilan og'rigan. Shundan buyon deyarli bir joyda qo'l oyog'i ishlamaydi. Lekin yaqin 6 oydan buyon yuzining o'ng tomonida qattiq og'riq paydo bo'ldi. Doktorlarga murojaat qilsak, insultning asorati deya tashxis qo'yishyapti. Shunday bo'lishi mumkinmi? Ushbu savolning javobini esa Agrofarm xususiy klinikasining oliy toifali shifokori, nevrolog Botirjon Saydaliyevdan olamiz. Endi kasallik birinchidan avvalo har xil bo'ladi. Bu savolga javob berish uchun avval bemorni o'zini ko'rish kerak. Lekin yuzining o'ng tomonidagi og'riqlar ko'proq uch shoxli nerv nevralgiyasida, uch shoxli nerv shamollaganda ko'proq bo'ladi. Lekin ko'p hollarda bu insultga bog'liq bo'lmaydi. Avvalo bu bemorni yaxshilab ko'rib, uni anamnezi, hamma tekshiruvlarni qilish kerak. Keyin bunga bizni Agrofarm Medical xususiy shifoxonamizda hamma shart-sharoitlar bor, hamma imkoniyatlarimiz bor. Shuning uchun agarda shu bizga murojaat qilsanglar, ko'rib turib, bemalol sizga bu haqiqatan ham insultdan keyingi asoratmi yoki nerv tolasini alohida shamollashmi xulosasini qilib hamda davolar ham beramiz.